Bugun men Minecraftga super kirkalar qo'shdim. Har bitta kirka o'ziga xos qobiliyatga ega. Biri butun chakni bir zarbada kovlab yuborsa, ikkinchisi yo'lda barcha narsalarni yo'q qiladigan ajdarxoni paydo qiladi. Bugun esa men mana shu 20 dan ortiq kirkalarni yasashim kerak. Eng oxirida esa cheksizlik kirkasini yasayman. Tasavvur ham qila olmayapman bu kirka nima qila olishini. Aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sababi 70% odamlar videolarni obunasiz ko'rar ekan. Buni albatta to'g'rilash kerak. Ajoyib gulzorda paydo bo'ldi va mening qo'limda sezishingiz mumkin edi kitob bor va uning ichida biz bugun yasashimiz kerak bo'lgan barcha kirkalar bor. Ko'rib turganingizdek ular yaxshigina ko'p va ularning hammasini bugun yasashim kerak. Bu esa bizning birinchi bemor. Men o'ylab yotibman, qayerdan shuncha zombi? Bu yerda esa spawner bor ekan. Kirkani yasashga olg'a. Xo'sh, temirmenda endi bo'lsa birinchi g'alati kirkamizni yasasak ham bo'ladi. Buning uchun birinchi oddiy kirka va endi uzun kirka yasaymiz. Qanchalik u g'alati ko'ryapti, olamiz va wow! Mana buni kirka desa tushunaman, dahshat. Xo'sh, nima qila olasan? Wow! Juda ham ko'p bloklar ekansan. Wow! Yana juda ham uzoq radiusda. Men juda ham uzoqni kovlay olyapman. Men bu bilan hozir butun dunyoni kovlab tashlayman-ku. Yana bu birinchi kirkaligini hisobga olinglar, oldinda bizni cheksizlik kirkasi kutyapti. Yana qizig'i bu kirka umuman ekan. Xo'sh, endi qaysi kirkani yasaymiz? Masalan, mana bu to'g'ri keladi. Temir esa sezib turganingizdek umuman muammo bo'lmaydi. Yaqin atrofda hech qanday qishloq yo'q ekan. Mayli ovqatni o'zim to'playman. Yana maxluqlar qo'lida jon taslim qilmasligi uchun yotoq ham. Bu kirka universal chiqib qoldi-ku. Temirni olamizda o'zimizda keyingi kirkamizni yasashni boshlaymiz. Va bizning keyingi kirkamiz dumaloq kirka. Dezilitammi nima? Sizga qo'lda ham dumaloq ko'rinmaskanda hammaylar xo'sh, uning qobiliyatini tekshirib ko'ramiz. Mana buni qobiliyat desa tushunaman. Bu kirka menga olmos kovla deyapti-ku. Bu biz yasagan ikkinchi kirka xolos. Siz esa endi cheksizlik kirkasini tasavvur qiling. Bizda keyingisi mana bu bo'ladi chog'i. Aytdim-ku, olmoslar chaqiryapti deb. Nimalarni ko'ryapman, allaqachon birinchi olmos, hattoki birinchi 4 tasi. Bizga esa minimum 12 ta kerak. Namuncha bu yer qorong'u bo'lmasa, yana olmos, buni ham olamiz. Namuncha ham yer qorong'u bo'lmasa, o'simni ham yana olmos. Buni ham hammasini albatta biz olamiz. Kirkalar orasida bitta bedrockdan yasaladgani bor, lekin men uni qanday olishim kerak? Endi shuncha paytga ulagan ham boshqa dushqanlarni eritamiz va 3 ta olmos kirka yasaymiz. Menimcha bilib turibsiz deganligini. Va oxirgisi super mega olmosli kirkani yasash vaqti yetib keldi. Oxirgi kirkani qo'ysam tayyor. Va mana u qo'limda qanday ko'rinadi? Ajoyib. Nima ham derdik? Qobiliyati esa wow. Tushunishim bo'yicha bu boyagi dumaloq kirkani tezlashtirilgan versiyasi. Menimcha dumaloq kirkani nafaqaga chiqadigan vaqti yetib keldi shekilli. Yana men temir odamman. Bizning ro'yxatimizdagi keyingi kirka bo'lsa, mana bu obsidianni topish muammo bo'lmaydi. Boya lava ko'li ko'rgandim. Lavani obsidianga aylantiramiz va suvni olmagan yaxshi menimcha, chunki hozir suv ham yovib ketishini kutmagandim. Qiziq, temir kirka kovlay olar ekan. Bo'ldi, muammo emas unda. Obsidian kirkani, yaramas kirka hamma narsalarini sidirib tashladi. Yana qanaqa mayli ozchilik. Olmos kirkani yasaymiz va uni obsidian bilan o'rab chiqamiz. Mana bunday qilib va bizda cheksizlik kirkasi. Asta-sekin qiziq kirkalarga ham yetib boryapmiz. Yo'qol o'ylar. Nima qora to'ydik? Umuman olganda domaga bos. Faqat savol, bloklar qayerda? Bu qora to'ydik hamma narsani yutib yuborsa kerak. Uni faqat joy tozalashda ishlatish mumkin. Yana u meni o'ldirmayapti. Bu kirkani faqat har xil joylarda tozalashdami, o'shanaqalarda ishlatsa bo'ladi. Nega ko'mir yo'q bo'lmadi? Tushunarli, demak u rudalarni yo'q qilmaydi. Men hoziroq olmos kovlab ko'rishim kerak. Yana mana bu kirkaga ham juda ham ko'p olmos kerak ekan. Olmoslar uchun olg'a. Umid qilamanki bu kirka bedrockda sindirmaydi va men bo'shliqqa tushib ketmayman. La'natda bedrockda sindirar ekan-ku, sal qolsa o'lib ketardim. Balki bu bedrockda oxirgi qavatini sindira olmasa, tekshirib ko'rish kerak buni. Sindira olasammi yoki yo'q, sal qolsa o'ldim. Hattoki qora to'yning ham sindira olmayapti bedrockni. Tushunmayapman, nega sindiryapti?
Umid qilamanki meni ham tortib ketmaydi. Sinsaychi yo'ramas. Ehtiyot bo'lish kerak. U yerga qulasam ana qaytib chiqa olmayman. Menda ajoyib g'oya paydo bo'ldi. Qaranglar, men uzun tarel kovladim. Endi esa buni ichiga qora tuyni qo'yib chiqaman. Umid qilamanki kompyuter ko'taradi. Qani qora tuyni? Yo'q, bil. Mana buni tushunaman. Xuddi bir gala pistani tozalab keyin birdaniga yeganga o'xshaydi. Suv qani? Endi 9 ta olmos kirkani yasaymiz. Sig'madi. Endi esa 9 ta olmos kirkani barini birlashtiramiz va oxirida olamiz mega super chaqlarni yo'q qiluvchi kirka. Hattoki effekt ham berar ekan, sakrash effekti. Mana buni tushunaman. Bu birinchi bunaqa kirka. O'zi ham ajoyib ko'ryapti. Endi esa buni ishlatib ko'rish kerak. Butun chaqni kovlavordi-ku bir zarbada. Hozircha bu biz yasagan eng kuchlisi. Sakrash effekti esa chachaqlishi berilgan shekilli. Qarshi bo'lmasangiz kerak, atrof yaxshi ko'rinishi uchun o'zimga effekt berib oldim. Endi bo'lsa yo'q qilishni davom etamiz. Aytsam ishonmaysiz, bizga lekin yana olmoslar kerak. 4 ta olmos blok yasashimiz kerak. Bu esa 36 ta olmos degani. Mayli, to'playmiz. Ashqal dushqonlar eritishga va yangi super kirkani yasashni boshlaymiz. Tayyor pro olmos kirka. Bu kirka ham effektlar berar ekan. Qizig'i tungi ko'rish effekti ham. Uxlab olamiz. Xo'sh, tovuqcha, meni yangi kirkamning qobiliyatini ko'rishga tayyormisan? Bu yana nima bo'ldi? 4 ta blok olmos. Nega? Men bu kirkani bo'yab birinchi bo'lib yasamadim. Mayli, hechdan ko'ra kech yaxshi kovlaymiz. Loydan chiqqan millioner bo'laman chog'i. Bu eski hech kimga kerak emas temir aslahani tashlab yuboramizda olmos bo'lamiz. Xo'sh, ro'yxatimizdagi keyingi kirka qaysi ekan? Agar men to'g'ri tushungan bo'lsam, bu bedrock, mana bu kirka esa zumrad beradi, to'g'rimi? Bundan chiqdi, mana bu kirkani yasashdan oldin bunisini yasagan ancha to'g'ri bo'ladi. Bo'ldi, bo'lmasam oltin kirkani yasashni boshladik. 4 ta oltin blok va tayyor. Qani kirka, mana bo'ldi, oltin kirka prosi. Bu yirtilmagan oltin berarkanku. Ha, mayli, tez chiqmaydi. Endi bemalol bu kirkani ham yasasak bo'ladi. Bu yaxshi investitsiya edi. Aytgancha men sandiq qo'yishga qaror qildim. Chunki inventarimga buncha kirkalar sig'mayapti. Endi esa yangi epic kuchli oltin kirka. Nima, lucky block? Lucky kirka? Bunga hayron qoldim. Va bu kirka ancha kichkinaroq ekan. Xo'sh, lucky blockni nima qila olishini bilaman. Shuning uchun ham uzoqroqqa ketay, bazab qolsin. Umid qilamanki, bu juda ham zo'r. Nima? Oltin? Men yana bitta oltin kirkani boshimga uraman. Nima bu yerda lazurit? Ha, tushundim. Bunda har safar random tushadi. Qiziq, nezirit ham tushishi mumkin. Nima? Tovuq, sen buni ko'ryapsan, bu yerda nezirit yotibdi. Men bo'lsa nezirga borib kavlashimga to'g'ri keladimi deb o'ylagandim. Xo'sh, endi bizda keyingi mijoz bo'ladi. Masalan, mana bu. To'xtanglar. Bu emas. Buni oxirgi bo'lib qilamiz-ku. Mana buni qilamiz. Ha, bu ham juda o'xshaydi, lekin bu boshqa kirka. Bu cheksizlik emas, ultimate kirkasi bo'ladi. Va uning uchun menga juda ham ko'p resurs kerak. 2 blok redstone, lazurit, olmos va tayyor. Nimagadir o'xshamadi. Ha, olmos kirka kerak ekan. Mayli, muammo emas. Endi boshqatdan ultimate kirkani yasaymiz. Redstone blok va tayyor. Qiziq, almashtirsa ham bo'lar ekan. Tayyor. Wow, mana buni kirka desa tushunaman. Effektlari zo'r ekan. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, bu kamalak. Uning qobiliyati esa hech narsa qilmaslik. Nimaga hech narsa bo'lmadi? Yo'q, o'yin qotib qoldimi ekan? Mayli, qani silsakchi. Yo'q, qotmabdi, lekin nega hech narsa qilmayapsan? Yaramas. Wow, endi ishlab ketdi. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Kovlash ham unchalik emas. Bizda chaklarda bir zarbada yo'q qiladigan kirkalar bo'lganda, bunda buni ko'rmayapman. Mayli, rangidan bilish kerak edi. Keyingi bo'lib yasalgan kirkamiz esa bo'ladi. Mana bu. Craftda ikkita nezirit ishlatilar ekan. Yaxshi ham bo'yi kovlaganimizda bir gala to'plangan edi. Hozir eritib tashlayman. Bir zubda yasab tashlayman. Tayyor. Endi esa shunchaki bu kirkani yasash qoldi. Wow! Bu kirka emas-ku, bu qanaqadir blok bu. Hakkerlik blogi. Mana nimada? Balki buni yerga qo'ysam dunyoning yarmini kovlab olar. Yo'q, kovlab olmayapti. Nima qilasan sen? Balki ustiga kirka tashlasam, kuchaytirib berarsan. Yo'q, hech narsa qilmayapti. Xullas, men tushunmadim bu kirka nima qilishiga. Nima bo'ldi hozir? Do'stlar, sizlar yaxshisi, mana bunga qaranglar. Bu hozirgina yo'q edi-ku. Ustiga temir kirka tashlash kerak bo'lgan ekan.
Siz bu hacker kirkaga qarang. Qobiliyati esa bu ham ishlamayaptimi? Nimasi bu? Xitoyniki emas-ku. Yo aldashdimikin? Ha, bu bilan to'shtirish kerak ekan-ku. Wow, naqadar tez. Yana omadga ham sehrlangan ekan. Xo'sh, tekshirib ko'ramiz qanchalik omadli kirka ekan. Qani temirsin. Nima? Nega men buni birinchi bo'lib yasamadim axir? Keyingi kirkalarda Minecraftda juda ham qiyin. Ularni to'plash oson bo'lmaydi. Shuning uchun bilasizlarmi men nima qildim? Nima ham qilardim? Hech narsa qilmadim. Bu yerda sandiq qayerda paydo bo'ldi? Bu yerda yo'q edi-ku. Nima? Hamma craftlarda kerak bo'ladigan narsalar paydo bo'lib qoldimi? Hazillashyapman albatta, o'zim qo'ydim. Bu kirkalarni ham axir yasamasdan qoldira olmaymiz-ku. Masalan, kirka. Mana buni kirka desa bo'ladi. Buni albatta tekshirib ko'rish kerak. Ketdik. Mana bu tepalik o'zi menga umuman yoqmayotdi. Ba! Wow, portlash. Bilasizlarmi nima? Menda ajoyib g'oya bor. Unchalik emas. Agar suvda qilsak, endi esa lazer yulduzlar kirkasini yasaymiz. Buchalar tezlashtirmasa bu o'zimni ko'ra olmay qolyapman-ku. Endi esa qobiliyatlarni ko'raylik-chi. Bu kirka o'tyaptimi? To'xtanglar, men ko'ra olmayapman. Ha, bu kirkalar o'tyapti. Yana men ucha olaman endi. Buni albatta uchishni ish qiyin. Chiroyli qulash desak to'g'ri bo'ladi. Bu kirkaning qobiliyati o'ziga o'xshagan gigant kirkalar o'tish ekan. Bu kirkalarni bittasi ham bazamni tekislab tashlashga yetadi. Shuning uchun ehtiyotkoroq bo'lish kerak. Qiziq, water drop qilish qo'limdan keladimi? Tekshirib ko'ramiz. Javob topildi. Keyingi kirkaga esa naqd 4 ta nezerit kerak. Hattoki lucky kirka bilan ham buni qilish oson bo'lmasa kerak. Mayli, olg'a. Nezeritlarni eritib ham bo'ldim. Endi shunchaki ulardan quyma yasash qoldi. Tayyor. Endi esa shunchaki la'nat ot. 4 ta nezir yulduzi tepaga va 4 ta nezerit pastga. Tayyor. Bizda kirka bor. Qiziq, almashtirsak? O'xshamadi. Bu kirka menda agar uni qo'limga olsam, nechta effekt berib tashladi. Men endi o'lmasman chog'i. Va mana u qo'lni qanday ko'rinadi. Cheksizlik kirkasiga juda ham o'xshar ekan. Xo'sh, endi bu kirkani tekshirib ko'rish kerak. 1 2 3 qani. Xo'sh, nima bo'ldi? Menimcha nimadir qildi, lekin men tushunib yeta olmadim chog'i. Endi esa qandaydir tutunlar chiqara boshladi, lekin nima qilishini hali ham tushuna olmadim. Nima qiladi bu kirka? Bo'ldi. Nima qila olishiga savollar tugadi. Nega men buni sezmadim? Bo'ldi. Endi meni aniq yo'q qilib bo'lmaydi. Xo'sh, tekshiraylikchi, qancha balalikdan yiqilsam tirik qolaman? Umid qilamanki tirik qolaman. Yaxshi. Navbatda esa ajdar kirka. Uni ham hozir yasab tashlaymiz. Temir kirka kerak ekan. Bu esa muammo emas. Ikkita ajdar boshi va uning nafasi 6 dona. Nima qilyapman men? Tayyor. Ajdar kirka. Va u menimcha bo'lganlar orasida eng chiroylisi. Shoxi bilan kovlayman bu ajdarni. Ko'rsat qobiliyatingni. Ajdar. Men endi ajdarlar bilan to'lamanmi? Yo'ldagi barcha narsalarni yo'q qilib yuboradigan ajdarlar qo'shini bor endi menda. Bu kirka sizning laykingizga arziydi. Bo'ldi, oshirib yubordim shekilli. Bo'ldi, boshqa otmayman. Faqat bu yerdan chiqish uchun bir marta. Agar tagib go'tsamchi, umid qilamanki bedrockgacha bormaydi. Agar bedrockni yasadirib ketganda o'lardim. Yoki yo'q, menda mana bunday kirka bor. Jon olasanmi, tekshirib ko'ramiz. Ha, oladi. Juda ham ko'p menimcha hattoki. Kechiringlar qo'ylar. Bu kirka bilan o'ynash juda ham maroqli ekan. Sen menga qarab turibsan. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль. Qaysi kirka edi keyingisi? Bazamdan adashib yo'q qilib yubormaslik uchun yaxshi solib qo'yaman. Xo'sh, daraja kirkasini yasay. Mana u daraja kirkasi. Va mana u qo'lni qanday ko'rinadi? Ajoyib. Xo'sh, endi qayerdadir portlatib ko'rish kerak. Lekin men his qilyapmanki, bu kirka shunchaki daraja beradi. Xuddi o'ylaganimdek. Lekin bu ham yomon emas. Ozgina daraja to'playmiz. Yaxshi kirka, lekin bugun kerak bo'lmaydi. Keyingi kirka uchun yaxshigina qiynalaman. Sababi unda 4 ta nezerit blok bor. Bu esa hozir hisoblab olay. 144 ta nezerit degani 2 stakdan oshiq. Tasavvur qilyapsizlarmi? Uxlab olaman-da, keyin ishga kirishaman. Xo'sh, boshladik unda. Va nihoyat men buni qildim. Superman stilda bu yerdan qochib chiqib ketamiz. Bu epichli bo'ldi. Bozmam qaysi tarafda edi?
Sal qo'l so'yilib ketardim. Menga aniq ko'proq pechkalar kerak bo'ladi buncha narsani eritishda. Aytgancha, menga yana xuddi shuncha oltin ham kerak. Men esa uni olmabman. Butunlay yodimdan ko'tarilibdi. Menda 99 omadga sehrlangan kirka bor-ku. Hattoki mana bu bir dona ruda ham yetsa kerak. Xo'sh, tekshirib ko'ramiz. Yetadimi, yo'qmi? Qani? Ha, yetsa kerak. Xo'sh, endi hammasini eritib birlashtirish qoldi. Tayyor. Pechkalardagi narsalarni olamiz va hammasidan nezerit yassa yo'l creeper. La'nati yaramas. Hammasini tezroq yig'ishtirish kerak. Bu olamda hamma narsa juda ham tez yo'q bo'lib ketadi. Qani yotog'im, qani hamma narsam. Bu olamda narsalar tez yo'q bo'ladi. Ko'z oldimda narsalarim yo'q bo'lib ketyapti. Iloji boricha ko'proq kirkalarni saqlab qolish kerak. Menimcha ko'pchiligini saqlab qoldim. Tong otguncha maxluqlardan qasos olib chiqaman. Tong otdi, uyg'on. 40 ta nezeritni yasayman. 144 ta nezeritdan 4 ta blok. Hammasini verstakda birlashtirib esa biz olamiz. Xo'sh, Vardan kirka. Mana u Vardan kirka 4 ta nezeritdan yasalgan va ajoyib ko'rinyapti, lekin qudrati qanaqa ekan? O'zida to'lqin bilan bloklarni yo'q qilish. Ajoyib, agar jon olsa agar bundan ham zo'r bo'lardi. Qani? Yo'q olmaskan. Xo'sh do'stlar, menimcha cheksizlik kirkasini yasash vaqti yetib keldi. Va bu yerda ham nezerit blok bor. Hech bo'lmasa boshqalar muammo bo'lmaydi. Shuning uchun bularni eritishga qo'yaman-da, yana borib nezeritga ulayman. Mazza. Xo'sh, bu o'ylaganimdan tez bo'ldi. Endi esa oldinga uchib chiqamiz. To'g'ri, yuqoriga. Xuddi Supermenga o'xshab. Bunaqa qilish menga yoqib qoldi. Yana bilasizlarmi? Men hozir sezib qolgan narsam. Mening sandig'imda 5 ta nezerit bor ekan. Shunchani nega kavladim? Ha, mayli. Craftda ko'mir blogi ham bor ekan, birinchi marta ishlatiladi. 3 dona tushdimi? Ha, endi yaxshi. Xo'sh, menimcha barcha narsalarni to'pladim. Endi shunchaki verstakka qo'yib chiqish qoldi va menda cheksizlik kirkasi paydo bo'ladi. Xo'sh, qaysi blokni unutdim? Ha, ko'mirlisi esimdan chiqaveryapti. Bizda esa cheksizlik kirkasi. Uzoq kutilgan cheksizlik kirkasi qo'limda. Cheksizlik qo'lpog'iga o'xshatib ishlangan ekan. Ajoyib, menga yoqdi. Endi esa uni tekshirib ko'rish qoldi. Umid qilamanki, sen butun olamni yo'q qilmaysan. Yo'q, juda ham qo'tyapti. Menimcha mening olamim tamom.